Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, iymondan keyin insonni jannatga kirishiga sabab bo'ladigan eng ulug' amallarning bittasi bu sadaqa amali. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla." Beruvchi qo'l oluvchi qo'lga qaraganda yaxshiroq. Ya'ni sadaqa bergan inson, xayr ihson qilgan inson Allohning oldida baland bo'ladi. Agarda Alloh subhanahu va taolo bizga imkon bergan bo'lsa, o'sha sadaqa berishdan qochmasligimiz kerak. Sababi shu narsa ertaga qiyomat kuni bizni boshimizda soyabon bo'ladigan, bizni Sirot ko'prigidan o'tishimizga sabab bo'ladigan, ya'ni tez o'tishimizga sabab bo'ladigan amallarning bittasi va ulug' amal bu sadaqa amali. Va o'sha sadaqalarning ichida o'zi sadaqaning darajalari bo'ladi. Sadaqaning darajalarining ichidan eng ulug'i bu suv berishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir sahoba kelib so'radi: "Ya Rasululloh, men onamni nomidan sadaqa bermoqchiman" dedi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, o'sha bir yerga borib suv chiqarib qo'yishligini hukm berdi. Ya'ni aziz birodar, sadaqa berishlik bu ulug' amal, lekin o'sha sadaqani ham o'zini ahliga borib berishlik va berganda ham o'sha shunday bir sadaqalarni beraylik, ummatga hozirgi vaqtida qaysi narsa zarur bo'lsa, o'sha narsani berishlik bu o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ba'zi vaqtlarda, masalan, qishda kelib yoz kiyimlarini sadaqa qilsa, bu ham yaxshi amal, lekin qishda qishni kiyimi zarur. Yozda esa yozda kiyadigan kiyimlar zarur. Va shuningdek, bir inson qiynalib turgan bo'lsa, u insonga masalan pul kerak bo'lsa, o'sha vaqtda pul zarur. Yana bir insonga ovqat kerak bo'layotgan bo'lsa, o'sha eng ulug' sadaqa, o'sha insonni, ya'ni muhtoj insonni hojatini bitiradigan sadaqa eng ulug' sadaqa bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz aytgan so'z ham o'sha vaqtda, xossatan payg'ambarimizning davrida suv bu muhim narsalardan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suv berishlikka hukm berdi. Azizlar, Alloh taolo bergan imkoniyatni qo'limizdan chiqarmasdan ummatga ihson qilib, xayr ihson qilib qolaylik, chunki insondan insonga, siz bilan bizdan faqatgina yaxshilik qoladi. Alloh taolo barchalarimizni sadaqa beruvchi insonlardan qilsin.